Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Mestrojon. Bugun men sizlarga ajoyib shaderni tayyorlab qo'yganman. Bu shaderni noming ultra reality shader lite ve 1.3 is nimadir do'stlarim. Sizlar ham ana shunaqa narsani yuklab olib yozasizlar. Men allaqachon yuklaganman buni. Mana do'stlarim, ana shunaqa shader do'stlarim, buni yuklab olasizlar o'zlaringiz. Men allaqachon yuklaganman. Ha, yana bu shader ilovasini qayerdan yuklaysiz? Mana Play Marketga kirasizlar va yozasizlar shader Minecraft yozasizlar. Ko'ryapsizlar, mana DL chiqib keladi. Ana shuni yuklab olasizlar. Shunaqa chiqib kelishi kerak, yuklab olasizlar. Keyin Minecraftga kirasizlar do'stlarim. Minecraftga kiramiz. Yana u shader man 1.17.41.01 ga sinaganman. Sizlar boshqa versiyalar ishlamasligi mumkin. Tushmasligi mumkin do'stlarim. Lekin bu Minecraftdan sizlarni shunday chiroyli qilib beradiki, miyangiz portlab ketadi shaderdan. Hozir kirasan do'stlarim. Mana kirib oldik. Mana settingizga bosamiz. Miyangiz portlab ketadi, qarab turinglar. Mana. Keyin mana shu shaderimizda ultra ana shunaqa shader. Ana shu nomini yozasizlar, o'sha narsani yuklab olib. Do'stlar, maslahatim yo'q, bitta qog'oz olib ana shuni yozib olinglar yoki rasmga tushirib olinglar. Shunaqa qilasizlar. Keyin mana bu yerda my packs degan bor. Shu yerda u betda bo'lmaydi, bu yoqqa bo'ladiki, shuni yuklab olamiz. Mana o'zim ham ko'rsataman. Mana endi yo'q bu yoqqa shader. Mana bittasini bosamiz, activate chiqib keladi. Bo'ldi. Yo'q, tushdi. Keyin bitta o'zlaringiz mir yaratasizlar. Men survival qilgan mirim kirmayman. Yangi mir ochib ko'rsatay. Do'stlarim, bo'ldi. Mana yerda unutda degan, yana o'sha shader bo'ynikida ko'rsatgandek qilib olamiz. Bo'ldi. Bu yerda do'stlar u bo'lmasligi kerak. Bu yerda bo'lmaydi. Faqat ana shu qoladi. Kreativlikka o'tkazamiz. Bo'ldi. Mana shu yerdan hech narsaga tegmaymiz. Shuni bitta olam yaratamiz. Kirdi, qaranglar. Bunday chiroyli shaderda bu do'stlar. Qaranglar, suvni ko'ryapsizlarmi? Sizlar bu ayniqsa suvni cho'kka qilib beradi do'stlar bu. Buni qaranglar, bu ajoyib shaderda. Sizlar buni yuklaganlaringizga afsuslanmaysizlar. Mazza. Bu suvni ko'ryapsizlarmi? Bu haqiqiy hayotdagi suv bilan bir xil. Mana, yana daraxtlarga yaxshilab nazar solinglar, qaranglar. Daraxtlar qimillashini. Shuni qaranglar. Quyosh yarqirab turishini ko'ryapsizlar. Do'stlar, hozir tun qilishimiz kerak. Tun qilaylik do'stlarim. Tunni ham sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. To'saylar, tun qilib ko'rsataman sizlarga hozir. Bo'ldi. Tun bo'lishi kerak-ku. Mana do'stlarim. Endi kechasini qaranglar. Ajoyibgina do'stlar. Hattoki mana gullar ham sal-pal yonadi. Ko'ryapsizlarmi do'stlarim? Mazada. Ana nima edi? Ro'talar ham yonishi kerak edi. Bu o'ynaman sinab ko'rdim, yonganida olmoslar, shunaqalar yonish kerak edi. Mana sinab ko'rganimga o'xshaydi. Yo boshqa shader qo'shgan. Yo'q, boshqa shaderga qo'shganimga o'xshagan ekan do'stlar. Lekin ro'zalar yonmasa ham ajoyib qilib beradi do'stlar bu. Ko'ryapsizlarmi? Tuni ham go'zalda do'stlar. Tuni ham chotki, ayniqsa suv ajoyib do'stlar. Yana ertalab qilaylik. Bo'ldi do'stlarim. Mana yana kun. Lekin bu suvda bu do'stlar, suvda qaranglar sizlar. Hozir suv qanday ketdi? Yo'q, mana bu ham yaxshi bo'lib yonishi ham kerak edi. Paqardagi suv qayerga ketdi? Mana do'stlar. Mana bu ham chiroyli bo'lib yonishi kerak edi. Aytdim-ku.
Ko'ryapsizlarmi buni? Chiroyli bo'lib yonadi mana. Suvni qaranglar. Bu suvni mazada judayam mazza qilib o'ynayapsizlar-da bu. Mana buni tun qilganga yaxshiroq yonadi do'stlarim bu. O'zim ham boyni tunga sinab ko'rdim. Yaxshi bo'lib yonadi. Hattoki mana do'stlarim, uzoqdan suvga qarasanglar xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'yinglar. Va obuna tugmachasini ham bosinglar do'stlarim. Xayr, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.